Hammaga salom do'stlar. Bugun biz telefondan Artify serveriga kirishni o'rganamiz. Birinchi biz Google Play'dan Mojo Launcher'ni tortib olamiz. Hozir endi bu bo'lishi kerak. Tortib olamiz hozir. Ko'rsataman qaysi levelligini. Mana shu levelni o'rnatib olamiz hozir. O'rnatamiz buni hozir. O'rnatib olamiz hozir tedrog'lar ona yanzaki ochamiz. Birorta Minecraft mir hozir. Albatta bu 1.16 va 1.21 dan katta bo'lgan versiyalarga ham tushaveradi. Lekin 1.16 dan past bo'lgan versiyalarga tushmaydi. Shuni eslatib qo'yinglar. Hozir kiramiz. Yana kirganimizdan keyin mana shu yerga server ochishga shuni yozib olganimizdan keyin qo'shishni bosamiz. Refreshni bitta bosib olsak, ana serverga kirish mumkin.